hozir bitta narsa bizni qiynayotgan og'riqli muammolarimiz. Bitta savol beraman, shu bizni xalqimiz ko'radi buni. Nimaga Turkiya, Turkman, Xitoy davlatidan telefonda olamiz, telefonda alo deymiz, yuk chaqiramiz, keladi. Bizda bitta bor, shu juda noto'g'ri odat, qabul qilgan odam ko'rib olmaydimi odamini olib keladi. Ko'ryapsizmi, o'zi ishonchi yo'q. O'qlanadi deb ko'rlaydi. To'g'rimi hozirga noto'g'rimi? Sizlar hozir Turkmandan telefondan olsa-ki. Mana siz sohibashi. Ha, o'shanda O'zbekistonda turib yuk tayyorlab berasiz. Ha, zakat to'lashingmi? Siz tayyorlagan yukni biz ham sotganmiz mayda. Hammamiz ham o'zimiz sotganmiz. Endi sizni 30 ta brokeringiz bo'lsa, 30 ta brokeringiz bir xilda yuk olib kelmaydi. Bu Turkmanda, Turkiyada dehqonlar yukini olib keladi. Ha, dehqonlar o'zi olib keladi. Firma o'zi agrofirmalar kategoriya bo'yicha oladi. Ha, sortiga narxini qilib. Ularda ham bizga o'xshagan aholi. Faqat ish rejimi tartibi bog'da ulgurji sotib olib turib, sotib olib. Balo, shu turishini olish degan. 50 ming dollarga bitta katta bog'da olsa, 50 ming dollarga chiqarish kerak.